8 million tur orasida nega biz insonlar eng qadrlimiz? Jismonan qarasak, ko'pgina harakatlarimiz boshqa jonzotlarga o'xshaydi. Uxlashni misol tariqasida olaylik. Inson uyqusi va hayvon uyqusi. Ovqatlanish, hayvonlar ham yeyishadi, hayvonlar ham yugurishadi, yurishadi. Bularning barchasi o'xshash harakatlar. Ammo inson bu harakatlarni qilishdan oldin bismillah desa, ya'ni Alloh nomi bilan boshlasa, ular endi oddiy harakat bo'lib qolmaydi. Ular savobli ishlarga aylanadi. Yoki namoz o'qiganingizda keyingi namozgacha qiladigan barcha yaxshi ishlaringiz ham savobli ishlar deb hisoblanadi. Alloh Qur'onda aytadi: "Jin va insonni faqat menga ibodat qilishlari uchungina yaratdim." Demak, bu dunyodagi haqiqiy maqsadimiz Allohni tanish va unga ibodat qilishdir. Bizni eng qadrli qiladigan narsa bu Allohning ismlari va sifatlarini tanish, koinotga shu nuqtai nazardan qarash va o'z ixtiyorimiz bilan unga ibodat qilishdir. Risola-i Nur tafsirida aytilganidek, insonlar bu dunyoga bilim va ibodat orqali yetuklikka erishish uchun kelganlar. Aks holda boshqa maxluqlardan unchalik farq qilmasdik. Harakatlarni shunchaki bismillah bilan boshlash hamma narsani o'zgartiradi. Endi bismillah deb ushbu videoni do'stingizga yuboring.